Spyker bu qanaqa kompaniya deb o'ylashingiz mumkin. Bu Spyker kompaniyasi homiladorlik va tug'ruq jarayonining xavfsizligini ta'minlashga yordam beruvchi sun'iy intellekt orqali tashxis xizmatlarini ishlab chiqarayotgan yapon kompaniyasi hisoblanadi. Bizning CTG alert monitoringimiz bor. Ko'rib turganingizdek, mana bu bizning CTG monitoringimiz. Mana bu birinchi liniyada ko'rganingizda, demak bizning ikkita asosiy qurilmamiz bor CTG apparatimizda. Bu qurilma chaqaloqimizning yurak urishini eshitib bera oladigan qurilma hisoblanadi. Va bu qurilma orqali biz 20 minut davomida onamizga yotqizib qo'yib, 20 minut davomida onaning qornini paypaslab, chaqalog'imizni orqasini topib, yurakchasini topib va bu qurilmani yurakchasiga qo'yib, mana shu ko'rinishda bo'lsa, demak, chaqalog'imizning yurakchasi sog'lom degan ma'noni beradi. Mana bu yerda bo'lsa, onamizda qisqarishlar, ya'ni tonus bor yoki yo'qligini ko'rsatib bera oladigan apparat hisoblanadi. Mana bu sahnada ko'rishingiz mumkin. Bu Yaponiyada tug'ruq jarayoni va unda oila a'zolarining o'rni haqida ko'rsatib bermoqchimiz. Bizda Yaponiyada eng muhim jihati turmush o'rtoqlariga ham ijozat beramiz. Bu holatda emotsionalniy yordam berishyapti, massaj orqali. Biz birgalikda tug'ruq jarayonini birgalikda kechirishlarini juda ham o'rinli deb hisoblaymiz. Bu zamonda ko'rishingiz mumkin homiladorlik oldi nazoratlari va hamshira ularga kerakli bo'lgan muolajalarni beryapti. Shuningdek, biz sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik bo'yicha ham o'z darslarimiz bor. Berib boramiz. Bundan tashqari, chaqalog'imizning faoliyatini, chaqalog'imizning holatini ko'rish uchun albatta biz turmush o'rtoqlarini ham birgalikda kelishlariga ruhlantiramiz. Va keling, hozirgi kunda biz Spyker kompaniyasi bilan hozirda Surxondaryo viloyati Termiz shahri ko'p tarmoqli mashhur klinikasida olib borilayotgan ishlar ko'lamini siz bilan bir ozgina videorolik orqali ko'rsak. Mana ko'rganingizdek, bu chaqalog'imizning yurakchasi. Mana bu liniyada turganligi sababli chaqalog'imiz juda ham sog'lom. Mana bu esa onada bo'layotgan tonuslarning soni. Mana bu ko'rinishda onada erta tug'ish xavfi yo'q. Bu ikkita mana shu eng asosiy qurilma bilan onada erta tug'ish xavfi bor yoki yo'qligini bizga aytib bera oladigan apparat hisoblanadi. Bizda Yaponiyada ota-onalik kurslari bo'yicha ham mashg'ulotlar o'tib boriladi va ko'rib turganingizdek, bu yerda qanday qilib chaqalog'imizni yuvindirish jarayoni doktorlarimiz tomonidan tushuntirishlar olib borilyapti. Bu jarayonda esa biz otalarga ham bu qiyin jarayonni his qilishni imkonini beramiz. Bilamizki, har kimda individualniy bo'ladi bu holat. Kimdadir oson, kimdadir qiyin va emotsionalniy his qilishlari uchun ularni ham shunaqa holatda ko'rishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardik va bizda ko'plab Yaponiyada shunaqa holat o'tab ko'rishadi. Biz ularga ijozat beramiz. Bu slaytda ham ko'rib
uchinchi apparatni 28 haftalikdan keyin qo'llash kerak deb bilamiz, chunki 28 haftalikdan keyin ko'plab erta tug'ish xavfini oldini oladi va aniq tashxis qo'yib bera oladi. Bu onada erta tug'ish xavfi bor yoki yo'qligini. Mana ko'rib turibmizki, bu chaqaloqimizning yurak urishi va bu onada tonus bor yoki yo'qligini ko'rsatyapti. 110 dan 160 gacha bo'lgan masofa ichida bo'lsa, demak bu normal holat, ya'ni chaqaloqimiz yurakchasi juda ham yaxshi harakatlanyapti degani. Mana bu to'lqinli chiziqlar esa onada allaqachon tug'ruq jarayoni boshlangan degan ma'noni anglatadi. Eng muhim tarafi shundaki, biz otalarga ham tug'ruq jarayonida birgalikda bo'lishlarga ufqlantiramiz va onani qay holatda tug'ishni o'zlari hal qilishlariga ijozat beramiz. Qay holat o'zlariga qulay bo'lsa, shu holatda bolasini bizga keltirishlari uchun. Keling bu videoni ham ko'rsak va nima deb o'ylaysiz bu video haqida keyin fikr mulohazalaringizni so'rab qolaman. 好吃よね。ご主人さん、ハサミね、これいい？で、それで、こことここの間をね、ちょっと押しつぶす感じ、ハサミ入れて、2、3回、ね。はい、はい、はい、いいよ。これで、そう、蒸気。そう、蒸気。はい、もうちょっとつながってる。はい、おめでとうございます。Nima deb o'ylaysiz? Mana shu kesgan odam, kindigini kesgan odam kim? Otasi. Demak, biz ularga, otalariga kindigini kesishga ijozat beramiz va qayerdan kesish kerakligini akusherga hamshira o'rgatib turibdi. Emotsionalniy holatda albatta biz O'zbekistonda ham shunaqa holatlarni Yaponiyada bo'lgan kabi tug'ruq jarayoni, sog'lom tug'ilish tarzini tizimli joriy qilishga harakat qilyapmiz. Assalamualaikum. Men Axel Mama, Meni Ismin Lisa, Men Erkesda Ishurahman. Rahman. So she explained Japanese child care delivery, and then how do you think about husband's involvement in Japan? Hozir kunlarni Surxondaryo viloyati Termiz shahar ko'p tarmoqli mashhur klinikasida o'z faoliyatimni olib boryapman. Men Yaponiyadan kelganman, akusherka bo'lib vazifasida o'z xizmatimni olyapman. Nima deb o'ylaysiz mana shu holat bo'yicha? Turmush o'rtoqlarim ham ayolni his qilish uchun shu holatda bir sinab ko'rishlari kerakmi? So I'd like to do interaction session. So we'd like to hear your opinion. So what kind of collaboration do you need from your husband? Nima deb o'ylaysiz? Siz turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa kollaboratsiyalar bo'lishni xohlaysiz? Shunaqa his qilib ko'rishlari kerak deb o'ylaysiz-a? Chunki har xil ayolda har xil emotsional holatlar bo'ladi. Bu individualniy, kimdadir oson kechishi mumkin, kimdadir qiyinroq. Hamma ham tushunavermaydi. Shu sababli biz Yaponiyada erlar uchun ham mana shunaqa kurslar o'tamiz. His qilishlari va
ayolni qo'llab-quvvatlash uchun. Judayam bo'lish kerak shu narsa deb hisoblayman-da, chunki har bitta ayol qiyinchilik o'sha o'zidan o'tayotgan narsani bizni o'zbekchilikda narsalarni erkaklarni tushunishi sal qiyin bo'ladi. Shu narsani ertaroq, tezroq tadbiq qilish kerak deb hisoblayman. We have to do this the same. Sizlardan xohlasangiz bitta volonter olamiz. Yoshlar uchun. Siz bering. Gapish xohlaysiz? Ko'p narsa siz o'zingiz qaynonangiz bog'liq. O'shaning uchun hozir bularga savol berib, masalan, o'g'lingiz bilan sayyor, keliningiz bilan shunaqa holatda boshqa o'tkazishni o'g'lingizdan qatnashishni xohlaysizmi? Hozirdan bizda yaxshi fikrlashib Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men birinchi fikrni qo'shmoqchiman. O'ylaymanki, bu judayam yaxshi foyda beradi O'zbekiston aholisi uchun. Chunki men bilishim bo'yicha O'zbekistonda ayniqsa tug'ruq paytlarida onani faqat bir o'zi yoki o'g'illari hamshiralar yoki faqat ayollar bir-biriga yordam beradi. Men o'ylaymanki, o'sha er bilan birga baribir hayot oxirigacha birga bo'lishadi. Birga o'sha bola tug'uvchi oldi bo'lib yordam bergani va o'zi ham ayolni sezib unga nimadir podдержка qilgan o'shani sezib bir-biriga yaqinroq bo'lishni man ko'p ko'rganman, qaynonalar va kelinlar birga bo'lib ishlashadi, ginekologga ko'chirgan va senga yordam berishadi. Мужская сторона более пассивная работает, а ayol esa masalan butun umr oyisi yoki adasi yoki hatto qaynonasi bilan birga bo'lolmaydi. Faqat eri yoki o'sha bo'lajak bolalari bilan birga bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu judayam zo'r bo'ladi va buni to'g'ri tushuntirib, to'g'ri O'zbekiston aholisiga keltirib chiqarsa, bu judayam zo'r fikr bo'ladi. Bu imkoniyatda masalan erlar xo'jayinlar erlar bu imkoniyatdan foydalanish xohlasa ham, tug'ruqda ishtirok etish xohlasa ham, lekin biz ko'p tibbiyot muassasalarimizda bunga imkoniyat yo'q, unga ruxsat berishmaydi. O'shani shu tibbiyot vazirligiga ham shu murojaat qilib ko'rish kerak, imkoniyat yaratib berish kerak deb. Chunki o'zim endi yaqinda 2 oy bo'ldi, tug'ruq jarayonini o'zim boshimdan kechirdim. Judayam kerak bo'ldi. Aytishga yonimda holada bir o'zim bildim, hech kim bo'ldi. Juda kerakda, lekin ruxsat berishmadi, yo'q uchun kirgizish. Va biz shu fikrni Sog'liqni saqlash vazirligiga ham beryapmiz va albatta ijobiy ta'sir qiladi deb umid qilamiz va kutyapmiz. Thank you very much for your opinion. And finally, we prepared for today, like this one, to experience how pregnancy is hard. But does anyone want to try this with the guys? Biz bilamizki, bu holat homiladorlik holati eng hayotdagi ayol kishining hayotdagi qiyin kechirgan vaziyatlardan biri hisoblanadi. Birorta o'zbek o'g'lonlari tayyormi shu holatni sezib ko'rishga?
to. Okay, we should change this one. Biz keling his ko'ramiz. Please look, that no one don't want to experience like this today on this stage. Yeah, so we need to change this culture. Biz buni bu madaniyatni o'zgartirmoqchimiz. Erkaklarimiz ham his ko'rishlari kerak, ham zarur deb o'ylaymiz. Chunki buni 9 oy 9 kun ayoli his qiladi. Bir kun erkaklarimiz his qilmasa. This idea and then the involvement of husband is very new in this country. However, in Japan also, in the past, fathers didn't attend childbirth process. However, gradually they changed their mindset. So now most of husbands attend delivery process and then they give massage of their wife's back like this and then they give emotional support. Oldinlari bizda ham xuddi sizdagi daraja bo'lganda ular qatnashmasdi. Keyinchalik biz mana shunaqa treninglar o'tib ularga fikrlar berganimizdan keyin ularning fikrlashlari o'zgardi. Biz umid qilamiz O'zbekistonda ham xuddi shunaqa bo'ladi deb. Shu sababli biz mana shu g'oyalarni beryapmiz. Va tug'ruq jarayonida erlarning massaj qilishlari juda ham kerak deb o'ylaymiz. So it takes time and then we respect your culture. However, childbirth is an event for all family members. Bu albatta umid bilamanki vaqt talab qiladi albatta va sekin-sekinlik bilan oilalarimizni, qaynonlarimizni, erlarimizni fikrlashlari o'zgaradi va bizni qo'llab-quvvatlaydi. So it's very important for couples to work together during pregnancy and childbirth and raising a child also. Tug'ruq davomida albatta, tug'ruqdan keyin bolani katta qilish davomida albatta oilaviy kollaboratsiya bo'lib birgalikda bir-birini qo'llab-quvvatlash orqali bola katta qilinsa, sog'lom muhitda bola katta bo'ladi deb o'ylaymiz.